bo'lsa kerak, qarang hozirgalar qanaqa zo'r merimiylar qilyapti. Bizda men tunaqa narsalar yo'q edi. Ichidan birinchi kelgan sovchiga uzatib yuborishgan. Sizga qo'shib, to'rtta ko'rpacham bilan. Yoshligimda kutganman unaqa shahzodani. Oppoq gullar bilan hamma yoqni bezatib mana olib chiqib ketishini. Buni ilojisi bor. Nimani iloji bor? Merimiy qilamiz boshqatdan, to'y qilamiz. Jinromsiz, siz bilan biz уже er-xotinmiz-ku, qanaqa? Qaramanda zo'r ideya bor. Короче, Hosan bilan biz sudga boramiz. Primoy. Sen bilan ajrashamiz. Keyin umuman bir-birimizdan tanimaydigan begona bo'lamiz. Masalan, topaman, qo'lingni so'rayman. Mana shu naqalayni o'tirib olib qo'lingni so'rayman. O'shandan keyin sen rozi bo'lasan. Katta qilib to'y qilamiz. Orzuyingdagi. Asal oyga chiqasiz. Mardinga boramiz. Давай ketdi. Yur. Ana ajrimimiz hal bo'ldi. Endi siz meni qachon uchrashuvga chaqirib merimiylar qilib berasiz? Qara, Hosan uyga borib bemalol o'tirur. Men o'zim sangar og'aga chiqaman, xo'pmi? Bo'pti. Senden sadece dikkat istedim. İstedim sev. Alo. Hadasi? Alo? Bo'lsa-ki, nimaga siz bilan biz ko'chada tasodifan uchrashib qolib, merimiylarimiz, to'ylarimiz bo'lib ketmayapti? Bir oy bo'lib ketdi-ku. To'xtang, seni nimalar deb tashlayapsiz? Meni xotin-xotinim yo'q. Siz menimcha boshqa odamga tushib qoldingiz. Men bosh ochiq erkakman. Sog' bo'ling. Hazillashibsizmi? Voy basharamga qo'l qo'ydi. Mani basharachamga qo'l qo'ydi. Loq qildi. Hamma shuni ruschasi, mushuni russi.